Kompüter etilip kalsı işim pişidi Azat Efendi. Etilip kalğanını köydünüz, takılıp kalğanını. Kar besbizgen dedi. Şimdi işkinçilik siyemizi başlaymayız vatandaş. Bugünkü islağa 2020 yıl 12. ayının 30. günü. Vatandaş işkinçilik siyemunda kendi. Yukarıda görüp ettik. Amerika Koşmuş Ştatları bu kanun layihasi kirgende muşu mesele boyunca Cungo'nun içki işlerine orlışının derecesini yukarı götürdü dedi. Şunu ama endilikteki yani bir mavzu çizgilerini eğitip olduk. Endi bunu sizlerge sözleş jaryanida koşup tahlil kılımız. Vatandaş. Çünkü bu makale uzun iken davamı bak. O da birisi kana baktım yes et elip kelimen kalgan kısmını. Neme dep tutuyorsunuz bana bunun qarağında? Şinjan'da 4 yıldan beri zo'ravonlik, terörlük hareketleri yüz vermedi. Garp dünyası nemişqa Şinjan'da hazırkı zaman kulları o'ttirg'i chiqdi deydi. Mavzulu haber 12. ayının 30. günü Duvit orbitini ilan kılın. Haber mundaq başlandı. Cungo Şinjan'da uda 4 yıldan beri günahsız amını yaralandırdıgan, ölüm yetim keltirip çıkaradigan, zo'ravonlik, terörlük vakaları yüz bermedi. Cungo Şinjan'da tinchlikni asliga keltirip, shadxuramlikqa cho'mganda, Garip dünyası matbuatları bolsa, Şinjan'da yüz bergen özgürlükni herkes itiraf kılmadı. Yakından beri talaş tartış buluvatkan bir kısık nokta. Şinjan'da mecburi emgekki seliş hadisleri var mı yok degen meseledir. Şinjan'da mecburi emgek talaş tartışı, küçük mavzu. 20. asırga kirgandan başlap Cungo bilan Garp dünyasının Şinjan meselesidagi talash tartishi 3 bosqichga bo'lishga bo'ladi. Mana 20. asrdan boshlab, avvalgi o'tgan 100 yil ichidan boshlab Cungo bilan Garp dünyasının Şinjan meselesidagi talash tartishi. Demek siz bilen biz tug'ilmasdan burli bu talash tartishlar allaqachon boshlangan. Şinjan meselesi, mustamlik Uyg'uriston meselesi to'g'risi talash tartishlar allaqachon boshlangan degan gap vatandash. Meselesi talash tartishni 3 bosqichga bo'lishga bo'ladi. Birinchi bosqich Şinjanda bölgünçilik. Milletçilik baş ko'targan davr. Şinjan'da bölgünçilik, milletçilik baş ko'targan davr. Zo'ravon teröristlik voqealari arqa-arqadan yüz berib, Cungo hukumati qattiq bostirgan davr. Birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich Cungo hukumati qattiq vositalar bilan zo'ravon teröristlarni bostirgan davr. O'xshashli Şinjan meselesini tegidan hal qilishga boshlagan davr. Ya'ni kasbiy tarbiyalash markazi qurish, tarbiyalash davri. 3. bosqich hozirgi ahvol bosqichidir. Hozir Şinjanda zo'ravonlikqa, teröristlikqa qarshi turishning vaziyati yaxshilangan davr. Zo'ravonlik, teröristlik uzul kesil tugagan davr. Şinjan xalqi normal turmushini xizmatini asliga keltirgan davrdir. Garb matbuotlari Cungo Şinjanga diqqat qilish jihatda birdek ko'z qarashda bo'lib keldi. Birinchi bosqichda diqqat nuqtasini Şinjan nüfusining 45%ni egallaydigan Uyg'urlarga markazlashtirdi. Teröristlik hujumining yuz berishini Cungo hukumatining zulm sistemlariga qarshilik ko'rsatish deb tasvirladi.
G'arb matbuotlari ikkinchi bosqichda diqqat nuqtasini tarbiyalash markaziga markazlashtirdi. Yani Xitoy tilidagi tarbiyalash markazi bizning tilimizni yig'ib elish lageri, jazo lageri. Markazlashtirdi. Keng ko'lamda kishilik huquqiga xiloflik qiladigan yig'ib elish lageri deb tasvirladi. G'arb dunyosi keng ko'lamda kishilik huquqiga xiloflik qiladigan yig'ib elish lageri deb tasvirladi. Uchinchi bosqich. G'arb dunyosi matbuotlari Şinjan'da fuqarolarning umumyuzlik ishga urilishini, hukumatning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishi, majburiy emgakka selingan Uyg'urlar hozirgi zamonning qullari deb tasvirladi. G'arb dunyosi shundaq dedi. Davatida duvi torbiti millatchilari, ya'ni Xitoy millatchilari. Xalq turmushi va ishga urilishsh Jungo hukumati bir qator masalalar paydo qildi. Yo'l qilishga tegishli hal qilishga kechiringlar. Hal qilishga tegishli halqiliq masala deb qaraydi. Chunki nurg'unlagan Uyg'urlarning ma'rif tarbiyalanish saviyasi tuvan. Anlab turibman vatandosh. Devlet tili Xitoy tili bilan aloqalasha olmaydi. Emgak texnik iqtidori yo'q. Shunlashqa maosh kirim tafovati yo'q. İjtimoiy kapolati yo'q. Radikal kuchlarning oldishiga, kuch kiritishga o'ng'ayli oldinadi. Shuning bilan umumyuzlik ijtimoiy masalalarni paydo qiladi. Jungo hukumatining buni hal qilish chorasi tarbiyalash markazi qurish, ularga til o'rgatish, iqtidorni yetildirish, ishga o'rinlashtirishni ilgari surishga iborat. Xitoyning bu gaplari bizga tanishliq vatandoshlar. Hozir ham tahlil qilamiz buni. Tahlil qilib vatandoshlarga topshiramiz. Men ashini o'qish jarayonida tahlil qilay degan edim. Qarasam, o tartib buzilib ketgidek. Yoki maqolaning asli ro'yi yo'qolib ketib qolgandek. Shuni yana ayrim tahlil qilamiz, muhokama qilamiz sizlar bilan birga vatandoshim.